Kvartiradan charchaganlar uchun Gulbog' mahallasidan 12 sotixlik katta uchastka topib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin, tashqari qismlarimiz yaxshi holatda bo'lib turibdi. Uyimiz ta'mirlari ham o'rtacha. Qani bo'lmasa, obzorimizni boshlaymiz. Ichkariga shundoq kirib kelganimizda mana bizni darvozaxonamiz kutib oladi. Pastlari ko'rishingiz mumkin, burchakchalar qilib qo'yilgan, chiroyli holatda. Uyimiz bu yoqqa jalyuzilar o'rnatib qo'yilgan. Qish bo'ladigan bo'lsa ham, katta oila bo'lsa, bolalarini bemalol mana shu joyga olib chiqib o'ynatsa ham bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, darvozaxonadan shundoq kirganimizda bu tomonimizda uylarimiz bor. 6 ta xonadan iborat ekan. Aytib o'tganimdek, bemalol katta oila ham olsa bo'ladi. Bu tomonga alohida kiriladigan eshiklar mana bu tomonda alohida eshiklar bilan birga. Qani uyimizni ichkarisiga kirib ko'rsatib o'tamiz unda. Obzorimizni xo'p, qani mana ichkariga kirganimizda ko'rishingiz mumkin. Hozir qorong'u holatda o'tiribdi ekan. Chiroqlarni topolmadim, qaysi tomonda yoqishdi. Ko'rib turibsiz, yaxshi holatda, ta'mirlari o'rtacha, o'sha jitkabo'y tortilgan holatda. Xo'p, bundan chiqqanimizda bu joyimizda ko'rishingiz mumkin mana sanuzel qismi, ya'ni yuvinish uchun joy qilingan, ta'miri hali bitmagan. Bu tomondan o'tadigan bo'lsak, bundan keyin mehmonxona sifatida yana bitta xonamiz mana. Ko'rib turibsiz, bu joyda ham xuddi shunaqa jitkabo'ylar qilib qo'yilgan. Gazlarimiz bor, gazdan, suvdan bu joylarda ham muammo yo'q. Svet endi butun deyarli O'zbekistonda menimcha muammo bo'lmasa kerak. Xo'p, bundan o'tganimizda tapchalar qilib qo'yilgan, mana ko'rib turishingiz mumkin, bemalol o'tirsa bo'ladigan holatda. Va men bu yoqdagi bitta xonamizni ko'rsatib o'taman. Bu xonamizda ham mana mehmonxona sifatida ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib turib, aboylar tortilgan, pardalarimiz ilib qo'yilgan. Bu xonadan chiqadigan bo'lsak, endi to'g'ridagi bitta yana bitta xonamizga o'tamiz. To'g'rida yana bitta xonamiz joylashgan. Mana ko'rib turganingizdek, bu yoqdagi devorlarimiz ham yaxshi holatda. Va endi tapchamizning ustida yana bitta tapcham, mana yuqorida to'rda farmomabiy bo'lib o'tiradigan insonlar uchun ham yaxshi holatda bo'lar ekan. Ko'rib turibsiz, darvozaxonamizning o'zi ham bitta xona. To'y qilaman desangiz, to'yxona desa ham bo'ladigan holatda o'tiribdi. Bundan keyin endi bog' qismimizga o'tamiz. Bog'imiz ayniqsa pul qilaman degan akalarimiz uchun juda ham to'g'ri keladigan holatda. Nimaga desangiz, ko'rib turibsiz, bog'imizga shundoq chiqishimiz bilan giloslarimiz yaxshi holatda, adashmasam 20 ga yaqin tub giloslarimiz bor. Katta-katta, mevalari yaxshi, uy egalarining aytishi bo'yicha bitta daraxt o'zida yaxshigina foyda qilsa bo'ladi. Hovli qismimiz bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Nima deydi? Steyshga qilinmagan, yaxshi holatda o'tiribdi. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda ham xuddi shunaqa ikkita xonamiz qurilgan bu tomonda va bu yoqda ham kichkina xonalarimiz bor. Undan o'tadigan bo'lsak, bu tomonimizda hozir xo'p qisqacha aytib o'tib ketaman. Oshxona qismimiz bor mana. Oshxona qismimiz ham yaxshi holatda, ta'mirlari va oshxona garniturlari ham qilib qo'yilgan, gazlar, suvlar hammasi olib kirilgan. Bundan o'tganimizda esa bu tomonimizda mana yuvinish xonasi, ya'ni dushlarimiz deymiz, mana chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Bu yoqda ham xuddi shunaqa va endi bog' qismimiz mana ko'rib turibsiz. Bu yoqda tandirxona, undan o'tganimizda esa hojatxonasi bor. Bog'imizni mana ko'rishingiz mumkin, ancha katta holatda o'tiribdi. Xo'p, uyimizni narxiga keldik. Endi narxi eng qiziq joy, hammani qiziqtiradigan. Narxi uy egalari 65 ming dollar so'rashyapti. Pastda aloqa uchun telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon qilib turib bemalol batafsil ma'lumotlar olsalaringiz bo'ladi. Kimga kvartira emas, hovli uy kerak bo'lsa, o'shalarga bu videoni jo'natsangiz, ancha ularga foydali ish qilgan bo'lasiz.